bizning bugungi kunimizni ko'ra olgan ekanlar. Alloh ularning ustiga begona dushmanni hukmron qilib qo'yadi. Haqni ayta olgan imomlar otilmadimi? 1918-yilda Lenin dekret chiqargan edi. Men u kunlarga yetmasdan jonimni olishini Allohdan so'rayman. Astagfirulloh. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Mojaning bir hadisini o'qidim va necha kunki shu hadisni mushohada qilib tinchim yo'q, oromim yo'q. Qarangki 1400 yilning nariyog'ida turib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bizning bugungi kunimizni ko'ra olgan ekanlar. Hadisda 5 ta illatni sanab, 5 ta illatdan chiqib keladigan 5 ta fojiali bir oqibat haqida gapirgan ekanlar. Keling shu hadisni sizlarga o'qib beray. Fohishabozlik oshkora tarqalgan qavm orasida vabo va o'tmishda odamlar bilmagan kasalliklar tarqaladi. Tarozidan, litrdan, metrdan, ya'ni mikyoldan urib qolishsa, qahatchilik, qiyinchilik, og'ir turmush va sultonning jabr zulmi bilan jazolanadilar. Mollarining zakotini ado etishmasa, samodan yomg'ir to'sib qo'yilur. Agar chorva hayvonlari bo'lmaganida umuman yomg'ir yog'mas edi. Agar Alloh va rasulining ahdini buzsalar, Alloh ularning ustiga begona dushmanni hukmron qilib qo'yadi. Qo'llaridagi ba'zi narsalardan, mol, dunyo, hurriyat, erk va boshqa narsalardan mahrum bo'ladilar. Imomlari, rahnamolar Allohning kitobiga asoslanib hukm yurgizmasalar, Alloh ularning musibatini o'z oralarida qilib qo'yadi. Men ado bo'ldim. Mana necha kundirki o'zimga kela olmayman. Bu hadisni sharhlashga qo'rqaman. Avvalo bu hadisni sharhlash uchun mukammal ilm bo'lishi kerak kishida. Islomiy ilmlarini puxta egallagan bo'lishi kerak. Ammo bu hadisning sharhini va isbotini bugun hayotimizda ko'rayotganga o'xshayman. Keling bir mushohada yuritamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sanagan birinchi illat va birinchi oqibat bunday ekan. Fohishabozlik oshkora tarqalgan qavm orasida vabo va o'tmishda odamlar bilmagan kasalliklar tarqaladi. Men Samarqand viloyatining Urgut tumanida tug'ilib o'sdim. Tumanimiz aholisi o'zining diniy e'tiqodlari mustahkamligi bilan tilga tushgan va yashirib o'tirmayman. Urgut tumani aholisi bir boy xalq sifatida tilga tushgan. Ana shu urgutliklarning erkaklari Mardikor bozoriga chiqishni o'zlariga or bilishardi va Mardikor bozordan o'zlari mardikor olib kelib ishlatishardi. Ayollari esa o'zlarining ibosi bilan, hayosi bilan tilga tushgan edilar. O'zim ham guvohiman, bir erkak kelayotgan bo'lsa, yo'lda chiqqan ayol yuzini o'zining oq ro'moli yoki chorsisi bilan yuzini to'sib chetga qarab to'xtab turardi va to u erkak yoki erkaklar yo'ldan o'tib ketmaguncha harakatlanmay qotib turar edi. Bugun nima bo'ldi? Erkaklari Mardikor bozoriga chiqishni or bilgan Urgutning ayollari Mardikor bozoriga chiqib ketdi. Ayollari Xitoy bozorlarini, Turkiya bozorlarini oraladi. Dubay zindonlarini to'ldirdi. Bu dini mustahkam bo'lgan, ayollari hayoli, iboli bo'lgan, xalqi boy bo'lgan Urgut haqida. Qolganlarning ahvoli nima bo'ldi ekan? Tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r deydilar. Nima bo'ldi? Oqibat Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan balolar kelmadimi? Ota bobomiz ko'rmagan spidga o'xshagan kasalliklar tarqab ketmadimi? Biz otini koronavirus deb qo'ygan
haqiqatda esa vabo tarqalmadimi? Bu koronavirus minglagan do'stlarimizni, yaqinlarimizni, tanishlarimizni oramizdan olib ketmadimi? Millionlagan og'a-inilarimizda o'zini asoratini qoldirmadimi? Ikkinchisi, tarozidan, mikyoldan, ya'ni litr yoki metrdan urib qolishsa, qahatchilik, qiyinchilik, og'ir turmush va sultonning jabr zulmi bilan jazolangaylar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tarozidan, metrdan, litrdan urish, savdoda yolg'on ishlatish yurtimizda odat tusiga kirmadimi? Bir eslang, sizga bu narxda beryapman degan gaplarni, faqat siz uchun bu narxda beryapman, vaholanki o'zim shu narxda olganman degan gaplarni eslaysizmi? Hatto mayli zarariga bo'lsa ham sizga mana bu narxda beraman degan gaplarni bir eslab ko'ring. Qanchalar yolg'on gaplar. Hech qaysi tijoratchi o'zi olgan narxiga molini sotmaydi. Ikki dunyoda zarariga sotmaydi. Mashinalarimizga yoqilg'i quyib beradigan, yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi bo'layotgan ishlarni oling. Qaysi litrdan urmayapti? Litrdan urgani yetmagandek markasidan ham urishyapti. Ya'ni 93, 95 markali benzin deb sotganlari aslida 80 benzin. Nima bo'ldi? Natija nima bo'ldi? Mustaqillikdan keyin non topolmagan, non olaylik, non qilaylik desak un topolmagan, un qilaylik, un olaylik desak pul topolmagan kunlar boshimizdan o'tmadimi? Ota-bobolari zamindor, boylar bo'lgan kishilar chiqib bug'doyi o'rilgan daladan mashoq termadimi? Korxonador bo'lgan, ota-bobolari korxonador bo'lgan kishilar uchun bitta butun non topish bayramga aylanmadimi? Payg'ambar alayhissalom aytganlaridek, turmush og'ir bo'lib, sulton jabr zulm qilmadimi? 2 rakat namozi uchun 20 yillab qamalgan 17, 18, 20 yoshli yigitlar bilan jasliq degan turmaxonalar to'lib ketmadimi? Ularga do'zax azobi ko'rsatilmadimi? Haqni ayta olgan imomlar otilmadimi? O'g'irlab ketib yo'q qilib yuborilmadimi? Odamlar zulmdan qochib vatangado bo'lmadimi? Mana shu emasmi sultonning jabri bilan jazolanganimiz? Uchinchisi, mollarining zakotini ado etishmasa, samodan yomg'ir to'sib qo'yilur. Agar chorva hayvonlari bo'lmaganida umuman yomg'ir yog'mas edi degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana zakotim, olib duo qilib qo'ying degan odamni oxirgi marta qachon ko'rdingiz? Men eslay olmayman. Boylarning molida kambag'alning haqqi bo'ladi. Kambag'alni ham Alloh yaratadi, boyni ham Alloh yaratadi, lekin kambag'alning rizqini boylarga qo'shib berib, boylarga bu kambag'alning rizqini o'sha zakot shaklida, ihson shaklida, sadaqa shaklida chiqarishlarini boylarga buyuradi. Agar boylarda insof, iymon bo'lganida edi, o'zlarining boyligidan zakotlarini chiqarishardi. Buning o'rniga yurtimizdagi boylar nima qilyapti? Bir kunlik tomosha. Oti ko'pkari ekan. O'sha ko'pkari deb atalgan bir kunlik tomoshaga million dollar sarflayotgan boyvachchalar. Bor yo'g'i bitta uloqni sudrab chiqqan chavandozga 3 xonali uylarining kalitini, Mercedes mashinalarining kalitini 10 minglab dollar, ya'ni bir pochka dollar tutqazayotgan boyvachchalar, agar ularda iymon bo'lganida edi, buning o'rniga joyini topgan zakotlarini bergan bo'lishar. Hech bo'lmaganda shu bugun bir kunlik dorisini ololmasdan onkologik kasalliklar shifoxonalarida jon berayotgan go'daklarga shu pulni bergan bo'lardilar. Abror Zohidov, Muazzam Ibrohimova kabi millatimizni fidoyi
yigit qizlari xalqdan so'mlab sadaqa yig'ib, ihson yig'ib, mana shu bolalarga dori olib berayotgan bo'lmasdi. Mana shu boylar haqni bilganda. Oqibati nima bo'ldi? Oxirgi marta qachon tomdan qor kuraganingizni eslay olasizmi? Men 60-yilda tug'ilganman. 69-70-yillarda, demak 10 yosh bo'lgan paytimda tomdan kuragan qorimizga sirpanib pastga tushardik. Ya'ni kuralgan qor tom bilan baravar bo'lardi. Qani u qorlar? Qachon kun bo'yi yomg'ir yoqqanini eslaysiz oxirgi marta? Men Urgutda tug'ilganimni yuqorida aytdim. Yozni chillasida, Saratonda tog'dan qorlarni olib kelardik. Asriy muzliklardan borib muzlarni olib kelardik va ularni qirib, shinni qo'shib, otini rohatijon qo'yib yerdik. Qani rohatijon? Qani rohatijon qilinadigan tog'lardagi asrlar bo'yi erimaydigan muzliklar va qorlar? Yo'q. Hammasi yo'q. Sirdaryo-ku Rashidovning vaqtida Orolga yetib bormas edi. Endi bugun Amudaryo Orolga yetib boryaptimi? Daryolarni suvi kamayib ketmadimi? Bizni qishloqda uzog'i 12 metrdan suv chiqardi. Ya'ni quduq kavlasak, uzog'i 12 metr quduq kavlardik. Bugun 40-50 metr kavlayapmiz. Boshqa joylarda 80-100 metr, hatto Samarqandning Qo'shrabot, Nurobod tumanlarida 400-500 metr pastdan suv chiqyapti. Ya'ni yer osti suvlari ham pastga tushib ketmadimi? Va buning natijasida daraxtlar qurimadimi? Shu emasmi Allohning va'dasi? Ya'ni zakotimizni bermasak, yomg'irlar to'sib qo'yilishi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar-ki, agar chorva hayvonlari bo'lmaganda umuman yomg'ir yoqmas edi. Yaxshiyamki chorva mollari bor ekan. Shularni rizqi uchungina Alloh yomg'ir berib turibdi ekan. Azizlar, o'ylab ko'raylik. Aslida biz chorva mollarini hisobidan suv ichib turgan ekanmiz. 4-si. Agar Alloh va Rasulining ahdini buzsalar, Alloh ularning ustiga begona dushmanni hukmron qilib qo'yadi. Qo'llaridagi ba'zi narsalardan, mol dunyo, hurriyat, erk va boshqa narsalardan mahrum bo'ladilar debdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi Qur'on va sunnat asosida yashamayotganimizga tan olib aytish kerak, ancha bo'ldi. Buni kommunistlar boshlab berdi. Davlatni dindan, dinni davlatdan ajratish to'g'risida bundan 100 yil muqaddam, undan ham oldinroq 1918-yilda Lenin dekret chiqargan edi. O'sha dekret hozirgacha amalda. O'zbekiston ham konstitutsiyasida yozib qo'yibdi. O'zbekiston dunyoviy davlat, demokratik davlat deb. Demak, davlat dindan ajratildi. Men davlatga qarshi gapirmoqchi emasman, javobgar bo'lishni xohlamayman, lekin din davlatga aralashmagani yaxshi edi, lekin aslida dinga cheklashlar bo'lyapti. Masalan, o'sha oxirgi mana yaqinda o'tgan Ramazonda 18 yoshga kirmagan bolalarni juda uyatli bir so'z bilan, bahona bilan, ya'ni bular masjidga kirsa siyib qo'yadi degan bahona bilan 18 yoshga to'lmagan bolalarni masjiddan to'sish holatlarining guvohi bo'ldik. 18 ga kirmagan o'spirinlarni masjiddan ichki ishlar xodimlari tashqariga chiqarib ketganlariga ham guvoh bo'ldik. Mana shu Alloh va Rasuliga berilgan ahdni buzish. Aslida bu gaplarni aytganlar ham, yoshlarni masjiddan to'sayotganlar ham qiz bolalarga 8 yoshdan, o'g'il bolalarga 12 yoshdan namoz farz bo'lishini juda yaxshi bilishadi. Masjid imomlari ham ahmoq odamlar emas. Siz bilan biz bilgan hadislarni ular ham o'qigan. Masalan, farzandlaringizni 7 yoshdan namoz o'qishga majburlang. Agar ular 10 yoshda ham namoz o'qimasalar, uring degan hadis ham borligini ular juda yaxshi bilishadi. Aslida rahnamolar boshchiligida butun xalq Alloh va Rasulining ahdini buzgani shu. Nima bo'ldi?
Dushmanimiz bo'lgan o'rislar Chor Rossiyasidan boshlab, oldin oq o'ris, keyin qizil o'ris 130 yil qonimizni ichgani yetmaganidek, bugun ham aytganini qildirmayaptimi? Mustaqil davlatimizning, butun boshli mustaqil O'zbekiston degan davlatning tashqi ishlar vazirini ularga maqbul bo'lmaydigan bir og'iz so'zi uchun sanoqli soatlar ichida ishdan oldirishmadimi? Bunga hammamiz guvoh bo'ldik. Kattakonlarimizga orden, medal berib atrabotayim degan va'dalarini olishmayaptimi? Yana nega Xitoy bosib kelyapti? Xitoy yurtimizni egallab olyapti. Xitoyliklar qizlarimizga uylanib olyapti deb ayhonnas solamiz. Bu hali holvas. Ya'ni hadisda aytilgan balolar hali oldinda. 5-inchisi, imomlari, rahnamolar Allohning kitobiga asoslanib hukm yurgizmasalar, Alloh ularning musibatini o'z oralarida qilib qo'yadi debdilar payg'ambar alayhissalom. Davlatimiz shariat qonunlari asosida boshqarilmasligi tushunarli. Bosh qonunimizda ham shunday yozilgan, dunyoviy davlat. Ammo aholisining 96,6%, ya'ni salkam 97% musulmon bo'lgan xalq Qur'on va sunnatdan uzoq tutilishi, ustma-ust diniy cheklovlar o'rnatilishi, boshqa ishi qolmagan ichki ishlar xodimlari erkaklarning soqoliga, ayollarning ro'moliga yopishishi, masjidlar eshigida turib olib yoshlarni masjiddan to'sishi Allohning hukmiga zid ish yuritishdir. Guvohi bo'lyapmiz oxirgi paytlar kattakonlarimiz orasida bir-biriga suiqasd qilish, uning ortidan katta-katta amaldorlar qamalishi, ishdan olishlar musibatni ularning o'z oralarida qilib qo'yilishining dalolatidir. Imomlarimiz ham Allohning kitobiga asoslanib emas, kattakonlarning topshirig'iga asoslanib fatvo berayotgani bugun yosh bolalarga ham ayon. O'z ilmi, bilimi, o'z ixtiyori bilan xalqni qiynab turgan muammolar, xalqni qiziqtirgan masalalar haqida oxirgi ma'ruza qilgan imom, bu mening bilishimcha ustozimiz Fozil qori, Yosin qori o'g'li edilar menimcha. Shundan keyin men o'z ixtiyori bilan, o'z bilimi bilan ma'ruza qilgan imomni ko'rmaganman. Undan keyingi imomlar barisi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi fatvo hay'ati tomonidan tayyorlab yuboriladigan tezislar deydi. O'shani o'qib berishadi xolos. Bu tezislarni yaxshi bilamiz. Bir juma sabr haqida bo'lsa, keyingi juma shukr haqida bo'ladi. 3-juma sabr haqida, 4-juma shukr haqida. 5-juma sabr haqida, 6-juma shukr haqida bo'ladi. O'zbekistonda go'yoki boshqa mavzu yo'qday, boshqa mavzu xalqni to'lqinlantirmayotganday, qiziqtirmayotganday go'yo. Yoki oxirgi marta birorta masjidda qirg'in barot qilinayotgan, qatli om qilinayotgan, har kuni minglab yosh go'daklar o'ldirilayotgan Falastin haqiga endi gapirish-ku mayli. Shuginalarga ham tinchlik ber deb duo qilgan O'zbekistonda birorta imomni ko'rdingizmi? Yaman xalqiga, Shom xalqiga duo qilayotgan bir imomlarni ko'rdingizmi? Men ko'rganim yo'q. Allohni haq so'zini aytgan bittagina imom O'zbekistondan tashqariga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Qolgan 5000 ta imom shu yigitni himoya qildimi? Shu to'g'ri so'zni aytdi, haq so'zni aytdi dedimi? Yo'q. Tepadagilarga qo'shilib uni talab tashlashdi. Shumi imomlarni Allohning kitobiga asoslanib hukm yurgizishlari? Gadoning dushmani gado bo'ladi deydilar. Aynan o'zini rahnamo sanaganlar, ulamo sanaganlar, imom sanaganlar bir-birlarini sirlarini ochishib, bir-birlarini fosh qilishib, ijtimoiy tarmoqlarda bir-birlarini haqorat qilib yurishganiga hammamiz guvohmiz.
payg'ambarimiz aytganlaridek Alloh ularning musibatlarini o'zlarining orasida qilib qo'ydi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam oxir zamon payg'ambari. Nima degan bo'lsalar rost, nima degan bo'lsalar bashorat. Yo payg'ambar alayhissalom aytgan yo'ldan yuramiz, yo bor budimizni buning payida bo'lgan kofirlarga topshirib yer yuzidan yo'q bo'lib ketamiz. Qizlarimiz esa O'risdan, Xitoydan, Karisdan, Yahudiydan, kofirdan bola tug'ib bir necha avlod almashgach, keyingi avlod bizning borligimizni ham, dunyoda bo'lganimizni ham, tilimizni ham, dinimizni ham, qachondir biz yer yuzida yashab o'tganimizni ham unutib yuborishadi. Men u kunlarga yetmasdan jonimni olishini Allohdan so'rayman. Astagfirulloh. O'zingizni va farzandlaringizni ehtiyot qiling.